Uy sotib olish ko'pchilik uchun hayotdagi eng katta xarid hisoblanadi. Bunga qo'shimcha ravishda jarayon davomida kuchli his-tuyg'ular paydo bo'ladi. Shuning uchun odamlar osonlikcha haddan oshib ketishi mumkin. Agar siz uy sotib olish jarayonida bir nechta oddiy qoidalarga rioya qilsangiz, katta miqdorda pul tejashingiz va ko'p stressdan qochishingiz mumkin. Mana, uy sotib olishdan oldin bajarishingiz kerak bo'lgan 6 ta muhim ish. Qancha pul to'lay olishingizni aniqlang. Ipoteka, ya'ni uy krediti to'lovini qancha to'lay olishingizni bilishning eng yaxshi usuli taxminiy summangizni hisoblab, uni bir necha oy davomida haqiqatda to'layotgandek tejashdir. Masalan, agar hozir ijara uchun oyiga $1000 to'lasangiz va ipoteka to'lovi $1300 bo'lishini taxmin qilsangiz, qo'shimcha $300 ni bir necha oy davomida tejab ko'ring. Shunda haqiqiy qanchalik bardosh bera olishingizni bilib olasiz. Onlaynda ipoteka kalkulyatorlaridan foydalanib, aniqroq hisoblab ko'ring. Bundan tashqari, har oy kamida bir necha $100 ni ta'mirlash xarajatlari uchun ajratib qo'ying. Chunki har qanday uy egasi aytadiki, muammolar doim paydo bo'ladi. 2. Yopilish xarajatlarini closing costs hisoblang. Uy sotib olayotganlar odatda uy narxining 2% dan 5% gacha bo'lgan qo'shimcha xarajatlarni to'laydi. Masalan, $150,000 lik uy uchun yopilish xarajatlari $3,000–7,500 atrofida bo'lishi mumkin. O'rtacha $3,700. Ko'pchilik bu xarajatlarni katta deb hayron qoladi va ularni kreditga qo'shib qo'yishni xohlaydi. Lekin bu juda qimmat usul. Chunki 15 yoki 30 yil davomida foizlar bilan birga ancha qimmatga tushadi. Eng yaxshisi bu summalarni oldindan naqd pulda tejab qo'yish. 3. Boshlang'ich to'lov, down payment uchun tejang. Kam yoki umuman pul to'lamasdan uy sotib olish jozibali ko'rinadi, lekin bir nechta katta kamchiliklari bor. Katta kredit olish, har oy yuqori to'lov, ko'proq foiz to'lash, yuzlab ming dollar farq qilishi mumkin. Agar 80% dan ortiq kredit olsangiz, PMI, xususiy ipoteka sug'urtasi to'lashingiz kerak bo'ladi. Bu qo'shimcha xarajat. Katta boshlang'ich to'lov qilish uzoq muddatda ancha tejaydi. 4. Kredit reytingingizni, ya'ni credit score'ni yaxshilang. Kredit ballingiz qanchalik yuqori bo'lsa, bank sizga shunchalik past foiz stavkasi bilan kredit beradi. Ko'pchilik banklar kamida 620 ball talab qiladi. Agar ballingiz past bo'lsa, ipoteka olishdan oldin uni yaxshilang. Masalan, $300,000 lik ipoteka uchun foiz stavkasi 1% ga yuqori bo'lsa, oyiga qo'shimcha $200 to'lashingiz mumkin. 5. Oldindan tasdiqlanish, ya'ni pre-approval oling. Bankdan oldindan ipoteka tasdiqlanishini oling. Bu sizga qancha uy sotib olishga qodir ekanligingizni aniq ko'rsatadi, sotuvchiga jiddiy xaridor ekanligingizni isbotlaydi, taklif berganingizda kuchliroq pozitsiyada bo'lasiz. 6. Mahallani yaxshilab o'rganing. Uy sotib olayotganda siz faqat uyni emas, butun mahallani ham sotib olyapsiz. Mahalla qanday ekanligini yaxshi bilib oling. Toza va obodonlashtirilganmi? Jinoyatchilik darajasi qanday? Qo'shnilar mulklarini yaxshi saqlashadimi? Yangi bizneslar, restoran, do'kon, bolalar bog'chasi ochilyaptimi? Yaxshi mahallada oddiyroq uy sotib olish yomon mahallada qimmat ta'mirlangan uydan ko'ra yaxshiroqdir. Agar siz ushbu 6 ta qoidaga amal qilsangiz, nafaqat moliyaviy jihatdan oqilona qaror qabul qilasiz, balki o'zingizga qulay va kelajakda qiymati o'sadigan uyga ega bo'lasiz.